Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pushqo'y mahallasida bugungi syomkamizga aka-ukalar o'zgacha syomka. Mana shu ko'rib turgan Damas'larning obzorini qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz. Bugungi sanalarimiz 13-mart haftaning muborak juma kuni. Tutayotgan ro'zalarini Alloh dargohida qabul qilsin. Bo'lmasam biz egalaridan to'liq ma'lumotni olamiz. Qo'ldan kelgancha endi aka-ukalar, endi mol qo'y bo'lsa o'zimiz bilardik. Endi bu mashinani kamchiligiga xafa bo'lmaysizlar endi. Assalomu alaykum. So'mbay aka, yaxshimisiz? Obunachilar, Charchamayapsizmi? Sog'lik yaxshimi? Sababret kanalini ashaddiy muxlislari hammalarni shu ro'za Ramazon kunida juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Hamma musulmon ahli tutgan ro'zalari Alloh dargohida qabul bo'lsin. Endi sizlarga ozgina e'lonimiz bor. Sotlaydigan mashina, shaxsiy o'zimda minib yurgan mashinamni sotmoqchiman. O'shanga ukamda obunachilarga, o'zimiz obunachilarga ilindik. Ko'rasizlar, ma'lumot beramiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Bo'ldi aka, bularni sekin qo'ldan kelguncha tanishtirib o'tamiz. Yili 2013. 2013-yil ko'rib turgan Damas'lang. Nima deymiz endi? Ballonlari yangi emas-u, o'rtalar yaxshi, zo'r. Normal aka, yursa bo'ladi. Xo'p aka, 2013-yil motor korobkalari qanday? Birinchi ochildi aka. Motori hali uka javob bu desak olgan bo'ladi-da, ozgina masliyib qoldi. Yemayapti emas, ozgina masliyapti. Gulishtini qoraydi. Ustaga yetsam, ozgina masliyib qolibdi deydi. Zadnim o'sida to'g'risi hali deb minsa, rosa shopirlar minsa biladi. Zadnim o'sida ovozi bor ekan deydi. Atak yangi shopirlar boshqa uncha bilmaydigan odam bilmaydi. Bilinmas, yo'q emas, bor. 10% bor. Bo'ldi aka. Xullas, nima deymiz endi? Kraskalar qanaqa aka? Kraska, endi uka kraska mana shu buni eshitadi, qandaydi? Mana shu eshitdi ozgina bor. Mana shu sepilgan-a? Mana menitida bor. Endi misol chiriydi yuradi. Uncha chiriganiga sepilgan. Keyin mana eshikda bor. Chunki men ham olganda Rossiyada bo'lganman. Samoglavni kaltagi yo'q aka? Ha, kaltak yo'q. Mana eshikda endi ochilib yopish hisobiga kaltak yo'q. Xullas, menitda kraska bor. Menida bilgan odam biladi, emasa bilmaydi, rektovkasi bor. Mana bilsa, endi qo'l yurgizsa bilinadi-da. Shunaqa atak mashina bor, deyarli shu 20-30% kraskasi bor desa ham bo'laveradi. Aka, xudo xolasa kaltagi yo'q. Suyagi butun mashina? Suyagi butun. Mana kerak ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar. Suyagi butun. Ustasini ko'rsatib olaveradi, kelishamiz. Bundan muammo yo'q. O'zimiz minib yurgan mashina, hurmatli akalar. Zarurat uchun sotilyapti bu. Zarurat bo'ldi, sotyapman, to'g'ri. Hurmatli aka-ukalar, baraka uz. Orqadan naklinkalarni ko'chirib tashladik. Shu baraka uz yozuvini nimasini hozir oldim, sirasi chiqaryapmiz. Mana o'zi onni ham o'rnab qolibdi, ochitmi ketmay. Ichkari tarafdan ko'rinyapti. Mana. Baraka uz. O'zimiz foydalanib yurgan mashina. Ozgina zarurat uchun sotilyapti. Xullas, o'zimiz minib yurgan mashina, u hali oldi sotdi, hali u bu narsa emas. Oluvchilarga mana xolasa o'tkazib olsa, xolasa davennis ham berilaveradi. O'zingiz nomingizda? O'zimning nomimda. Davennis beraverasiz. Davennis beraveraman. Akalar. Hamma yo'q joyida, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi aka. Endi buni yana qaytadan nima qilish kerak? Qo'ldan kelguncha hamma joyini ko'rsatdik. Endi aka buni narxida? Ha. Eng samoglavni narxida. Endi Abdullajon o'zi buni olganda ancha pulga olganmi? Ha, bilaman. Ha, olganda yetmasa ham bo'laveradi. 5000. Mana metan zapravkalari bor, metan ballonlari. Xo'p, ukam men ham hali uzoq aytmay, Yaqin qilib aytaveraman aka. 4000, 4.500 yo'q. Narxni bomba qo'yaymi? Obunachilarimiz maza qilsinlar. Bo'ldi aka, yaqin qilib $3500 sunnatiga o'tib beraman. 3.5 dan o'tib berasiz. 3.5 dan o'tib beraman. Bo'ldi. Ammo Abdullajon aytib qo'yay. İmkon qadar naqqa sotaman men. Chunki men o'sha olib qo'ydim dolaydan narsani. Buni sotib pul berish kerak birovga. Pul berishim kerak. Men u narsani olib qo'yib, to'g'risi men piyada qolsam bo'lmaydi-yu. U narsani olib qo'yib barakasini
Men buni sotuvga qo'yyapman. Endi siz bilan bizga mashina kerak-da aka. Piyoda yurib ish qilib bo'lmaydi. O'shancha buni men sotuvga qo'ymadimki, oldin mashinani olay, Ha, keyin sotuvga qo'yaman dedim. bo'ldi aka. Ishqibozlarga Barakasini simental bersin. buqon bor, ha? Uni videosini Ha. chiqaramiz. Qachon qilamiz uni? Simental bo'yi 1.50. Kilosi 650 kilo 700 kilo atrofida. Imkon qadar bugun uspit qilsa, bugun emas, ertaga chiqarishimiz ham. Bo'ldi aka. Ertaga xudo xolisa syomka qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar yozib ketamiz. O'zimiz foydalanib yurgan mashina. Bexijolat. 3,5 ming kami bor. Ishqibozlar aloqaga tushsalang, generalniy domenislar qilib beradi. Barchalarga rahmat. Salomat bo'linglar aka-ukalar.